Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga navbatdagi uголовimizni video obzorini boshladik. Xudo xolasa bunimiz juda ham katta razmer. Bunaqa razmer hali qilmagan edik. Endi birinchi marta qilishimiz. Uzunasiga 7.35. Salkam 7,5 metr. Tumbasi ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta tumba. Stolining uzunligi ham o'zi normalniy uzunlikda bo'ldi. Bunimizni bir yaqin akaxonimiz Sanjar akamiz degan akamizga qilib berdik. Andijon shahar yangi yo'lga. Xudo xolasa. Hozir Sanjar aka o'zingizdan YouTube'da mabodo ko'rib qolayotgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'yasiz aka o'z uголовingizga. Aka mana xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib chiqdik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa shunaqa razmerdagi uголовimiz. Uyning razmeri adashmasam 3,5 ga 7.35 ekan uyning razmeri. Mana xudo xolasa orqalari ham o'zining materiali, sidinalarini pomni 40 machalkada qilib berdik. Bunimizni narxi jicha balandroq bitgan. Nimaga desanglar, 40 machalka, 100% sasna yog'och. Oynalari ham kalyonniy oyna bo'ldi. Oynasining o'zi ham uzun, mana ko'ryapsizlar, o yerda ulag'i bor. Bitta butun bunaqa list bo'lmaydi. Mana bu yerda 2 ga ajraydi oyna. Mashadan. Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, xudo mash komplekti, mana mash turishini $1100 ga qilib berdik. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilsanglar, chiroyli qilib sizlarga ham xuddi shuni qilib beramiz. Zakladga keladigan bo'lsak, 100 ming, 200 ming so'm zaklad bersanglar bo'ldi. Sanjar aka meni Nodir sen taniyman uka. Men dedi $200 zaklad beraman, boshla uka dedi. $200 berdi, yana $200 berdi. $400 zaklad bilan mana boshladik. Xudo xolasa chiroq qilib o'rnatib. Mana xudo xolasa yarashimini ham o'zingizlar bir ko'rasizlar. Inshaalloh. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ham shunaqa qilib beramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.